Bugun ertalabdan qaynonam ketdi kafega olib boraman, o'zim to'layman deganiga hop deb birdaniga mashinasiga sakradim. To'rtalamiz bir xil oq kiyibmiz. Qaynonamni qizini qaranglar, qanaqa sochi chiroyli, bu yana naturalniy. Sochi rosa ham chiroyli, natural, rıjий soch. Shunaqa kafeshkaga keldik qaynonam bilan. Qaynonamning onasi, qizi, hammamiz maza qilib o'tirdik. Shu shaharchadagi odamlar hammasi mana shu bokallarda yasashadi. Yoki har xil bijuteriya, hamma narsa qo'lda qilingan, har xilcha kafeshkalarda sotishadi. Maza qilib o'tirdik, mana shunaqa joy bor ekan bu kafeda. Shuni eshigini ochsangiz, boshqa joyga kirib qolar ekansiz, xuddi Harry Potterdek. Keyin bu shaharcha o'zi Armstrong deb ataladi. Juda ham kichkina, odam kam yashaydi. Bu olmalar mana shu shaharchada, mana shu shaharchaning yonida teriladi. Va shunaqa shaharchalarda har doim kichkina magazinchalar bo'ladi. Bu magazinchalarda odamlarda o'zlari, mana shu shaharchada yashaydigan odamlar o'zlari hamma narsani yasaydi-da, hamma narsani sotadi. Misol uchun, mevalar ko'p yetishtiriladi. Bu mevalar ancha arzon turadi, shu yerda terilgan mevalar. Keyin Dollaramaga keldik, to'g'risini aytsam 5-6 ta magazinga keldik. Bu magazin $1 magazin, ko'p narsalar $1 dan $5 bo'ladi. Ular narsalar oldi, keyin Big Box degan magazinga keldik. Bu ham arzon magazin, arzonroq, ancha arzon. Keyin uyga keldim, ovqat qildim. Bu risovый lapsha. Keyin ustiga kechagi ovqatimni qo'shdim, frikadelkali, shunaqa mazza bo'ldi, hamda umuman og'ir emas. Keyin Jaredga esa mana shunaqa spring roll qilib berdim. Qarsildoq, ichida har xil mevalari bor, sabzotlari bor, mevasi emas, sabzotlari bor, sous bilan birga berdim. Rosa yaxshi ko'radi. Yaxshi emas, yaxshiroq narsa ye desam ham yo'q dedi. Mana shundan keyin qilib berdim. Maza qilib yeb oldi keyin. Kamera yo'qligida rahmat dedi. Keyin sok qildim. O'zim uchun har kun sok qilyapman. Keyin mana shunaqa katta pechenkalar pishirdim. Retseptini keyingi safar ko'rsataman обязательно. Unga ham bitta pechenka berdim. Ishlab yotuvdi garajda. Keyin ozgina mashq qilib hamma joylarda to'g'riladim. To'g'risini aytsam, mana shu kunlarda faqat idish-yu, idish taxla, idish-yu, idish taxla. Lekin hech qisi yo'q. Xudoga shukr qilamiz. Shunchalik narsalarimiz borligiga. O'zlaringni kunlaring haqida yozinglar kommentariyada. Shunaqa vloglar qiziq bo'lsa, qiziq degan kommentariy qoldiringlar. Keyingi safar ko'rishguncha.